Uy tozalik istaydi, ovqat istaydi, bola ona mehrini istaydi, lekin hech kim so'ramaydi, kelin nima istaydi. Bu uyda ish tugamaydi. Ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin idishlarni o'ynashi tugamadi. Kelinlaru, tozalik siz uchun stressmi yoki anti-stress? Shu vityashkani tozalash uchun azilitda qo'llaringizni kesmang. Shunchaki Ekotabning очистители yordamida osongina tozalab oling. Qaynoq suvni ustidan qo'ysangiz kifoya. Vityashkangiz yengil nafas oladi. Ha aytgancha saqlab oling. Yana bitta life hack: har doim vityashkani ichki qismini ochib tozalashga odatlaning. Voila, qarabsizki hamma joy toza. Ha aytgancha kutib oling. Ekotabdan yangilik. Endilikda siz Ekotabning katta hajmdagi kir yuvish gelini bemalol magazin va bozorlardan sotib olishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Siz Ekotabning barcha mahsulotlarini tep-tekinga ishlatib ko'rishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Ekotab hamda Kelinka Life profiliga obuna bo'lasiz. Videoga like bosib, 3 ta yaqiningizga jo'nating va stories